Sen demigen mu ağucamğa bugün toylu qalğılı kirimiz dep. Hazırgıcı kep bulanmaydı-gu. Degan acı olmasa menmi bilmedim bir iş bolup qaldımı oxumadım. Yana azroq saqlab baqayli bek bolmasa men telefon qilib baqay. Acha qarang ana keldi. Keldi acha. Voy, xushub ketkinni. Xuddi anam terilip kelgandek yajalanıp ketding-gu. Aydılnur, bu yakkiler. Nime anlık qarab tursan? Bugün mağu beydi bazayılınıp çögülep gelgili tamaşa qıqlı kendik. San toylu qağlı keldik. Qarab bakayım altulani. Mana qarğını bugün sana nimlerini aldık, sen körüp bakmamsa, aslında bu neslerini özün alışqı tegişlik idi. Bununla hakkımızsa? Qarğın hem altın zincir, altın saat, altın üzük, altın bilezik qarab baqdını. Qarayma zincirlerinki nusxası qandaki, mına körüp sınap bakmamsa. Ekle qolunu. Buldu ya açı sizler körgendikin. Lekin bu altınlar sel köp bolup qaldı. Nim davatsan, nimi çık bolup qaldı. Etligeni tulu gapmay, sizning gepimizni angla. Zege ustam, bu altınlarını hesaplap biriniz. Nim davatsan, nimi çık bolup qaldı. Etligeni tulu gapmay, sizning gepimizni angla. Zege ustam, bu altınlarını hesaplap biriniz.
Mesela cemi altın hazır 139-25 ulaptı. Bugün altının bazı tözəllik koy. Endi ben toylap koğandaki endi bana caçelerini ben ortak 20 koydular mı hesaplap koydum. 20 koy caçem olsa altın tözəllik koy olsa töz 70 koy ne kadar 139-25 altınken bu töz 70 koydum olsa 65.000 töz 7 koylap ulaptı. Voy hocam, kestim ayakka, kirpik okşaş tügülüp durup olmay, mazarga ustamның işi aldıraş, pulunu sanı vesile. Oy, nim boldu hocam, ecep kolları titrep ketdi go, bosu tızrak. Bu digen 65.200 koyluk altın. Ağallarda aran kırıp netçi min yuan. Aça nim devatsan, bundaq desən onun könlü kelmem bu. Men nim dedim, kan bir nesni ala almay ecep onu guyan besip kettin go. Bilip koy, men senin açancımı, men mi sana yaxşı bolsun devatım. Hey Dilnur, nim boldu bugün sana? Nima anasından ayrılgan yetim qozdek qarab salpıp dursan? Bugün sana mügdeydigan günün emas, kallağını uçuk tutulgan günün. Kile bu yakka kim tallaymiz sana? Xo'jayin, biz bu tanlagan kiyimlarning hammasini hisoblab turing. Ma'qul, azay hisoblab turay. Nimaga azay hisoblaydingiz? Ne? Ninki. Adamның içini sıkmay jim turg'una. Bu ishni men bilam demay yoki sen bilamsan? Sen endi xibröy kiray da'vatsin. Adamga atqachi bo'lmay jim turg'una. Kayfiyatim yaxshi emas chaqda. Shu emasmi ukam? To'yliq deganni bir qatim aladi, qayta alg'ili bo'lmaydi. Alg'a vaqtda to'liq almamdi. Uning ustiga oyog'iga yirtilib turadigan narsa, bir ishkim ziyoda olganga hech nima bo'lmaydi. Shu ukam.
bu taxısınınki birinci qatımlıq toyun tursa, toyluqunu cayda qılıb, İzzət hörmətin bilan uzutub qoymamdımız. Şundaqmı Abdi Məhəmməd ukam? Xocayin, biz tanlagan bu ayaqlarının hamısını hesablab birin. Siz tanlagan bu ayaklarının cəmisi 1800 yen oldu. Aca bu ayaqlar sel köpdə qıldı. Menimcə 2-3 bozul yetədi. Acab gepin tul ekan ukam seninki. Adamның içini sıxmay jim turğuna. Bu işni men bilem demay yoki sen bilemsen. Sen əmdi təxi bir öy kiray davatsın. Adamga atqaçı bolmay jim turğuna. Keyfiyatım yaxşı emas çağda. Şu emasmi ukam? Toyluq deganni bir qatim aladi, qayta alg'ili bo'lmaydi. Alg'a vaqtda to'liq almamdi. Uning ustiga oyog'iga yirtilib turadigan narsa, bir ishkini ziyoda olganga hech nima bo'lmaydi. Şu ukam. Bu taxısınınki birinci qatımlıq toyun tursa, toyluqunu cayda qılıb, İzzət hörmətin bilan uzutub qoymamdımız. Şundaqmı Abdi Məhəmməd ukam? Ha, şu to'g'ri aytadigingiz to'g'ri. Ukam, bayan biz bir narsani chala elib qo'yganda qilamizmi nima? Nima deydigansan acha? Bizning tax oldigan narsalarimiz ko'p. Bigina qana qaysi narsa chala qapti? Qiz qo'ldashlarning kiyim-kechigi bo'lmamdi. Bayam kiyim-kechak do'koniga kirgan vaqtda faqat esimga kelmay oyoq do'koniga o'tib ketibdimiz. Endi kiyim-kechak do'koniga qaytib borsak bo'ldiga o'xshaydi. Ha, mundaq degina, kiyim-kechak do'konim yiroq emas-ku. Hozirli berib alayli. Juraymisan? Toylaqdan kimana isimli rəxləri, ətləsləri, çikkənləri, sırgılar hep toylaqdan. Acha, mana rəx do'konğimi kep bo'ldi. Qanchalik rəx olsaq bular? Qanchalik oladi 90lim qiz qo'ldashlarning soni qarab olamiz. Bizning otishdugu 30 dan tuyan bo'lmaydi. Endi sizlarni xotanda qanchalik buni bilmadim. Bizning bu yerda qiz qo'ldashlarning soni uncha oz emas. Endi bizning yangidan to'y to'kinninki nimalarni o'rganyapmiz acha. Menimcha bo'lganda qiz qo'ldashlarning sonini 20 qilib bekitsak, shu bo'yicha rəx olsaq qandoq bo'lar? Bo'ldi deganingdek bo'lsin. Undaq bo'lsa rəxning eng yaxshisini tanlab, qiz qo'ldashlarga o'xshash kiyim, o'xshash fasında kiyim tikkizib berayli. Haqning og'zi echilib qolsin. Hocam, mağaz singlim ne? Bir medik avazırdan sizge ekep bermedik, bir neslerini kütürüş birdiğanga. Siz toy kıldıgan kız valla mavu, avaylısınız olmamdı. Oğul val turup müşünçülük neresini mi kütüremmey? Heliktim bu şunda yürüsünüz toydinkin iş vaqşaydı tıxı. Hey, kalısı işmeydiğin kapak baş. Sen mi nimi kılsa bir neslerini tutkuzup koysa kütürüp. Hazırdan başlap özünü asırmısan kim asıraydı seni? Dadam seni asrap, erkeltip, bekip çoğun kılsa, heliktin toy kılmay turup, başkalarının medikarı bulay devatam sen. Kine bu yakka?
Hocam çıkmamsız maşiniga, nimga qarab tursiz? Sen mi çıkmamsan maşiniga? Acha, endi qayerga boramiz? Qanday qilading, nega bordiganligimni so'rab chiqar maşiniga. Gulnur, qayerga boramiz singlim? Nega baratdık acha? Toyluqning kam qolgan qismini ağılı barmamdık. Hazır altın kiyim kichaklarni ep bulduk. Endi qiz qo'ldashlarga sovg'atlik qilmasak bo'lmas. Ondaqda qayerdan olamiz so'g'atliqni? Nereden alattık? Qarqash nahiyem Munar tüyde sihri grim buyumları deb bir dukan bor. Shu dukandan alamiz. Sen bilgendikin emse yol başla. Acha, mau sihri grim buyumuningki unumi bek yaxshi. İkimiz bir yürükten elib olayli. Oldu sonra bizim bu toy için cepat atıp yürgendikin şundak kılaylı. Acha, qo'ldosh bo'ldiganlarga sovg'atliq deb bir muncha atir opdimiz. Lekin ma'lum narsalar sal ortiqcha bo'lib qoldi. Buni nima? Menimcha to'ydan keyin olsaqmi bo'lar? Voy aqlliq singlim, voy aqlliq singlim. Ko'zing ajab ko'rdi seninki. To'y qilmay turib ajab avoylab ketding u etivorliq eringni. Bu narsalarni vaqo sanalmadik, acham bilan ikkimizga oldik. Mushu bahanada acham bilan ikkimizga bir ikki narsa deganni sovg'a qilib o'tasa. Singlimni ajoyib ko'ndiratibsiz siz. Chiroyingizga qaramay bizga bir narsani bir amigdek darajaga yetibdi. Mao grim buyumlarini bizga sovg'at qilgin desam, chiroyli ko'zlaringizga qarab turdi. Siz bizning etivorliq kuyovimiz bo'lgandikin, sovg'a qilib o'tasiz bunchalik narsa deganni. He, soğat qilma acha. Sizlarmi ko'p japa chekdinglar. Xo'jayin, mao narsalarning hammasini hisoblab turing. Sizning olgan narsanlar 2560 ko'ylak bo'libdi. Bo'ladi. Abdumahmat, qani siz nimada qechib tursiz? Bu do'konning xo'jayini bizning urug' tuqqanimiz emas. Pulni sanamasak elib ketgil bo'lmaydi.
Kəsləm yege. Vay vay, nimandaq sanar verisiz? Bankına hizmetçistek. Bir iş bolmağandı. Pulun düşüp kaptı mı ye? Yakaya aça şu pul yetmeye vatıdı. Mundaq mühünürüm ba dana tıxı. Etibarlıq ki oğul. Pullarınızı yançıqlarınızға ayırıp sep koymuşsunuz mu? Biz el olamaydık emes mi? Ya hata düşünüp kaldınız aça. Toyluk yıkan pulun hemmisini bir gün ep çıkkan. Bayanlı yarkı memni hesaplap bakmaptım he. Karasam yelimde cık pul kalmaptı. Elim o yaxşı anam ettige yan çıkılacak pul sep koyuptuk he. Nime? Nim dediniz? Pul tügüdü demekçi ma? Pul harcaydıgan iştahı aldığınızda can ciger tatlık ki oğul inim. Yaqay aca, sen xapı bolma. Bu hemmiga pişip ketken etibarlıq ki oğlumuz bizge xupsellik qılıp atıdı. Men onunğa herkes işenmeymen. Onunda tıxı xeli köp pul ba. Nima deyapsan acha? Unudan nädim undaq köp pul bolsun? Helim o bar pulning hammasiga etgandan yanqı bir narsa almadıqmı? Acab onun yançıqı pul silib qo'ygandek gap qilsan go. Nima? Nima deyapsan? Sen tıxı acanğa muşundaq yaqıqdek boldunma? Seninçin men tıxı onun yançıqı pul sep qoysam toğru boldu eken şundaqmı? Bu işni sen bilemsen yoki men bilemdimen? Sen tul ağzını qarışılmay içim turuqdunmu? Men bu bir narsani bilgachken shundaq deyaptiman. Acha sen bu Nimandaq sen men deb kekashlab yuriysan? Gap bo'lsa qachqash demamsan? Vut, yaxshilik yarashmaydigan. Hukam, sen mi qandaq qilsan köp işlerge aralashib? Sen bu işlerini bilmegendikin bizge kuyup bersen bolmamdı. Qarag'ina açağının qaydab chiq etkiniga. Hey. Boptu, sen hisoblashib kaynimizdan chiqqin. Xo'jayin, sal to'xtab turgan bo'lsangiz yerimdagi pul yetishmaydi ekan. Men hozirlikam pulni to'lab beray. Ma'qul. Canım adaş, ahvolingni tushundim, lekin men hozir bek tanqisib qoldim. Shu bir qitim yordam qilgan sendan o'tinib qolay. Bu yaxshilikni menga unutib qolmayman. Oldin qidim to'yliq uchun ustamni xeli ko'p pul olgan. Hozir ustamga bir narsa demayapman adaş. Bo'pti adaş, endi men boshqa yerdan amal qilib boqay. Ve ustam, qanday ahvolingiz yaxshimi? Şirketning ishlari qandayroq? Yaxshi Abdumahmat, yaxshi. Qanday o'zingchi? Hay? Kayfiyating toza yaxshi emasmi nima? Ovozing yig'lamsirgandek chiqyotidi-ku. Yo'q, ustam, undaq emas, kayfiyatim yaxshi. Shu to'yning tayyorlik ishlari bilan bugun to'yliq og'li kirgan. Lekin shu pul azroq kamlab qoldi ustam. Men sana hozirlik 5000 ko'y etib beray. Bundan keyin har qanday ishlar bo'lsa, masildab o'ltamay, gachchida menga tilsin qil. Tushundingmi? Ma'qul ustam, ma'qul. Rahmat sizga. Ma'qul. Ma'qul qo'yatdi. Bu bo'lsa. Hey Dilnur, qandaq bo'ldi? Biz mushundaq sirtda turamdiq sizlarga qarab. Shu tapda kurskimizni echib ketdi. Buningdan boshqa qiladigan ishimiz yo'qdek bizning. hep bo'ldi ya achim mana hozir.
Nimandaq adam görmegende qaraversizlar. Adamning ichini siqib. Hey mulozim, kim ha bu yoqqa? Nimanda tamaqlar tez chiqdi sizlarning? Biz kirgili ne vaq? Mush quruq paxtakni yeb o'tiramdiq. Kechiring xonim, bilgan do'konimizni qiydasal ko'p, sal saqlab turing. Voy bo'ldi chiqing a. Burunaq mushundoq degan bo'lsangiz, bu yerda saqlab o'tirmay boshqa yerga boradiq emasmi? Ha, bundan ham lazım, yana o'tirib suylab beraylik. O'zingni besval Gulnur. Nimanda qilsa bekadim beka qaynab. U degan tig'i kichik tursa, o'z sog'lig'ingni qaydamsan? Ba'zi ishlarni u to'y qilgandan keyin andin tushunadi. U tig'i kichikmi? Uning nimasi kichik? Qarg'ina uning turqiga. Voy bo'ldi qil dedim-ku, mush ishqimni kechkichi qaydab yuramsan? Men degan sening ochang, endi sen mening gapimni anglamamsan? Dilnur singlim, Mehmet inim etdigan yanqimi aldigan to'yliqlarni asos jihatdan ilib bo'ldik. Endi nima chaliq qoldi? Shuni bir maslahatlashgach, uyga baldiroq qaytadigan ishni qilsak bo'ladi. Maishkanlarning eg'iziga tangaza chaplashib qoldimi? Nimandaq ocham gap qilsa, bir-birsinglar etizliqdagi qaranjuqdek lapchi qarab tursizlar. Gap qilsanglarmanda. Acha bu endi qaysi ishlar taqa tugmadimi? Voy nima tugaydi nima? Ajab olamdan bexabar yuriydi ekansan-ku sen. Taxi to'y girme, to'y film ishlash ishlarini so'zlashish, sozandalarni chaqirish, yantaxi mashina bizash, to'y qildigan marika zalini so'zlashish, uningdan boshqa yana вечерка o'tkazadigan o'rinni so'zlashish. Bu ishlarning hammasi badu taxi, umaqsinglim. Bo'ldi açıqlanma Gülnur. To'y mashinasi tayyorlaydigan ishni, sazandilarni taklif qiladigan ishni ki o'g'limiz qilsin. Biz endi uningga aralashib yurmayli. Biz oshxonadan chiqqandan keyin to'y girimchilik o'rnini, to'y suratga tortish o'rnini, вечерка o'tkazadigan joyni, markaz zalni muqim o'tayli. Ondan asos jihatdan to'yning tayyorliqlari bitib qoldi ekan, ondan uyga qaytmamdiq.